Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Qo'qonbo'y qishlog'ida joylashgan 7 etajli domning birinchi etaj qismida joylashgan 2 xonali kvartiramiz ijaraga beriladi. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $150 narxi, qishsa ham $150 bir xilda ketadi narxi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, ko'zlaring bilan ko'rib ijaraga olishliklaring mumkin. Albatta bu videoni ko'plab ijaraga uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qisqacha obzorni boshladik. Bu kirish qismi, kirganimizda kattagina hol. Ro'para qismida esa bitta barcha qulayliklarga ega umumiy sanuzelimiz joylashgan. Albatta bu joyda gaz, suv, svetdan hech qanday muammo yo'q. O'ng qo'l tarafda bitta xonamiz mavjud. Bu xonamizni oldida oshxonamiz joylashgan. Asosiy eshikdan kirganimizda to'g'ri esa bitta kattagina xonamiz bor. Polni xonalar, gilamlar solib qo'yilgan. Shu holatda ijaraga beriladi. Yana bir bor narxni eslatib o'taman. $150 narxi. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.